Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bugungi ochiq suhbat programmamizga Amerika Uyg'ur birlashmasi jamiyatining raisi Ilshad Hasan apandi taklif bilan qatnashdi. Oldi bilan taklifimizni qabul qilib, ziyoratimizga suhbat programmamizga qatnashganligingiz uchun rahmat aytaman. Shundaqla men rahmat aytaman sizlarga bunda bir fursatni berganingiz uchun. Ekran oldidagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarga salom, assalomu alaykum. Va alaykum salom, sizga ko'p rahmat. Qimmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi ochiq suhbat programmamizda Amerikaning yangi hukumat almashishi va Amerikaning Uyg'urlarga bundan keyin kelib bo'lgan o'zgarishlar yoki yangiliklar yoki siyosatlar to'g'risida Ilshad Hasan apandi bilan suhbat olib boramiz. Hurmatli Ilshad Hasan apandim, sizga ma'lum yaqinda Amerikada hukumat o'zgarishi bo'lib, yangi bir Trumpning prezidentlikida bir hukumat o'tirib chiqdi saylovdan keyin. Bundan keyin dunyoda eng hozir kun tartibida bo'layotgan masala Trumpning shu musulmonlarni Amerikaga kirishini cheklash siyosati, shundan bilan birga Amerikadagi ko'chmanlarni chiqarib o'tish yoki shunga o'xshash qonunlar loyihalash planlari bu yerdagi mel Amerikada bo'lsa, mel dunyodagi xususan musulmonlarniki diqqatni tortayotgan bir masala. Shundaq bir ahvol ostida yana Uyg'urlar ma'lum miqdorda Uyg'urlar yashaydi Amerikada. Uyg'urlar musulmon bo'lganligi uchun bu siyosat Uyg'urlarga taqildigan ya munosabatli bir ahvol deb qaraymiz. Shuning uchun siz ham Amerikada yashayapsiz, yaniki ahvolni yaxshi bilasiz. Shu sababdan yerdagi bu Trumpning hozir elib bir bo'lmoqchi bo'lgan siyosati Uyg'urlarga ijobiy ya salbiy jihatdan qanday ta'sir ko'rsatdi? Shu haqdagi fikr qarashlaringizni anglasak. Bo'ldi, rahmat. Nayt bir yaxshi savol, hamda nayt bir cho'ng bir savol bu. Qisqa vaqtning ichida buningga butunlay javob berib, konkret bir javob tepishmozroq, qiyinroq bir masala. Ammo men o'zimningki shu yerda yashagan salohiyatim bilan mening ko'z qarashlarimni bir qora siz bilan o'rtoqlashay deyman. Trumpning chiqishi saylovdan tartiblar nihoyatda keskin bir detallashib qolgan. Men Amerikaga kelganimizda tarixida ko'rib boqmagan bir xil saylov bo'ldi. Hammamiz kutmagan yerdan bu odam saylovda utib chiqdi. Mana degani shaxsan men bu chiqamaydi deb o'ylagan. Chunki buningki shu saylov jarayonida qilgan so'zlari ko'pincha ahvollarda kamsitish, boshqa millatlarga bo'lgan, boshqa diniy e'tiqodlarga bo'lgan haqorat degan so'zlari jiq ilib berildi, ochiq oshkora. Ammo Amerikadagi bir demokratiya, barobarlikni tashabbus qilgan bir davlatda, uningki qimmat qarashi shuningga asoslangan bir davlatda bunda bir odamningki saylanib chiqilishi haqiqatan bizni hayron qoldirdi, ham dunyoni hayron qoldirdi. Ammo chiqqandan keyin bu odam oldi bilan birinchi haftada o'zininki shu saylov jarayonida bergan va'dasi bo'yicha 7 davlat asosan musulmonlar ko'p son nopsini egallaydigan 7 davlatdagi ko'chmanlarni chekildi, kirishini chekildi. Hamda Suriyadan qochayotgan musofirlarning kirishini 90 kun to'ngiltibatdi. Demak bu yerda ko'p ba'zilar deydi bu musulmonlar qaratgan emas deydi. Amaliyotda shaxsan mening ko'z qarashimcha bu musulmonlarga qaratgan. Men bir Uyg'ur, ham men bir musulmon bo'lish salohiyatim bilan haqiqatan menga nihoyat qattiq ta'sir qildi. Birinchi men musulmon. Bu meningki kimligimning bir qismi. Ikkinchidan men o'xshashli ko'chman. Hamda 10 necha yil bo'lgan Amerikaga kelgan bir ko'chman. Bu odamningki ko'chmanlarga qarshi tuni bo'lsin yoki musulmonlarga bo'lsin, ikkilisi menga qattiq ta'sir qildi. Haqorat his qildim. Ammo demokratiyaningki qonuniy tushi ekan, ko'p son bilan saylanib chiqsa shu odamni hamda demokratiyaning qonuni bo'yicha buningga 4 yil fursat beramiz. Bu to'g'riliq men bu xitoychama bir maqola yozdim. Meningki bu odamningki siyosatlarga bo'lgan qarashligimni, uningga bo'lgan noroziligimni bildirib, hamda uningda oxirisi dedim, agar masalan bu odamningki ammo yana bir tarafi ba'zi bir Uyg'urlarni hayajonga solgan tarafi bor. Bu bo'lsa
Xitayga bo'lgan siyosatida bo'libmi iqtisodda nihoyatda qattiq bir tonda so'zlayotdi. Masalan, Xitoyni sen pul muomalida paylanib ketding, siyosatni aralashtirib turib pulning qimmatini kontrol qilib oldi. İqtisadi jihatdan jiq foydalanding bizdan, ammo bizga ziyon kelding. Onundan keyin Janubiy dengiz masalasidimi sen xalqaroningki qonuniga xiloflik qilding deb Xitoyni ayblab, Xitoyga qattiq bir pozitsiyani bildirdi. Masalan, Tayvan masalasida Tayvanningki prezidentiga oldi bilan Xi Jinping bilan ko'rishdim burun, Tayvan bilan ko'rishib telefonda ham Tayvanningki rahbarini Tayvan prezidenti dedi, bir davlat bilan tang qo'ydi. Şundan bir turkum Uyg'urlar emas, Xitoy demokratchi o'qituvchilarni nihoyatda hayajonga soldi. Endi bu odam bo'ldi deb. Bu yaxshi bo'ldi, Xitoy kommunistlarni uradigan odam chiqdi dedi. Bu yerda endi men o'zim sovuqlik bilan o'zimning ko'z qarashini desam, Trump bir sodiga odam. Bu adamninki biz başına ayak qilayotgan gaplarga qarasak, tonlarga, bu adamning so'zlagan leksiyalarga qarasak, bu adamda bir xillik yo'q, izchillik yo'q. Gapida oldikayni ziddiyat, o'zining gapini o'zi urib yetadigan, yolg'on so'zlagan ahvollar nihoyat ko'p. Uningdan demokratiyaga eng chong xiloflik narsa bo'lsa, demokratiyaning bir prinsipi axborot erkinlik. Bu adam axborotga nihoyatda qarshi. Hatto axborotni yaqinqi vaqtlarda xalqning dushmani, Amerika xalqining dushmani degan mushu tonni ishlatdi so'zni. Bu demak, axborotningki erkinligi yo'qsa, har qanday bir davlat diktator qarab mangdi. Biz buni ko'ryapmiz. Masalan, Xitoyninkida hech qanday axborot erkinligi yo'q. Bu birisi. İkinciden bu adam Sodiga bo'lganligidan manfaat qo'g'laydigan bir adam. Bu adamning Xitoyga hozirgacha davatqini Janubiy dengiz masalasidan boshqa faqatla mushu Sodidagi Amerikaning ziyonga uchrayotganligi. Bu yerda hech qachon bu adam Trump, Amerikaning prezidenti bo'lgan adam, Amerikaningki izchil holda kommunizmga qarshi ip kelayotgan kishilik huquq, barobarlik deganni hech qachon tiliga og'ini yo'q bu odamniki. Hatto Xitoyning prezidentlari, Amerikaning burungi prezidentlari birlikda e'tirof qilayotgan Tiananmen voqeasini eng cho'ng bir dunyoga tanilgan voqea. Shunimi Xitoy hukumatiningki bostirishi to'g'ri degandek bir so'zlarni qilgan adam. Uni inkor qildi bu qirg'inchilikni. Endi bunda bir adamninki ya kishilik huquqni ko'tarmaydigan yoki mushunda nohaqliklarni mujmallik bilan o'tkazayotgan bu adamdan kelgusida Xitoy bilan bo'lgan savdoda yoki boshqa bir narsalarda bizga foydali bir narsa bormi deganda men uni bakchi ko'rolmadim. Meningki farzimda Xitoy millatining bo'libmi mushu Xitoy kommunistlarininki xarakterini bilishimiz kerak. Xitoy kommunistlari bu hokimiyat yoki Xitoy hokimiyatlari burundan tortib, tarixdan tortib sirtqi dushmanga kelgan vaqtida yo'l qo'ya oladi, aql chekina oladi. Ammo ichki masalaga kelgan vaqtida qat'iy o'zining xalqiga ya zulm ostidagi xalqlarga yo'l qo'yib boqqan hokimiyat emas. Men buningda masalan 2-Dünya urushida Chiang Kai-shekning davrida Yaponliklarga sharq shimol ketdi, ma'qul dedi. Shimoliy Jungo ketdi, ma'qul dedi. Ta Nanjingga hujum qilib Yaponliklar kirgandan keyin jang e'lon qildi. Urush e'lon qildi rasmiy Yapon bilan. Uning oldida qanchalik zaminimni egallasam, mayli, o'zimdan shu vaqtcha seni e'tirof qilma deb shu darajada qilgan. Hozirmi Xitoy kommunistlarimi xalqaro masalasida hech qachon bir kuchliklarga yumshoqlarni bo'za qilgan hokimiyat. Shuningga men o'ylayman, Janubiy dengiz masalasida bo'lsin yoki iqtisod masalasida bo'lsin, Amerika Xitoyga kommunistlarga besim qilgan vaqtida haqiqiy Trump mushitini ko'tarib chiqsa, Xitoy buningda aqlga chekinadi. Ammo ichki masalada Uyg'ur, Tibet, boshqa millatlarningki mustabid ostidagi bu zulmligiga bu adamninki hozirgacha hukumati Aqsaray tarafdan yoki Tashqi ishlar ministrligidan bayonlarda masalan parlamentlarda Tibet masalasi tilga ilindi, diniy erkinlik ilindi, ammo Trump
prezident bo'lgan bu odamning og'zidan hozirgacha chiqib baqqani yo'q. Shuning uchun bu odamningki siyosati o'zininki digini bo'yicha mengib, Xitoymi mushuningga men degandek agar moslashib mangsa, bizga foydasi asosan yo'q. Ama bizni hech qachon to'siyamaydi. Chunki Amerika bir demokratiya davlat. Shuning uchun biz bu tuzumdan foydalanib, o'zimizning da'voyini yana davomlashtira olamiz. Ama hukumat tarafdan bizga bo'lgan yaryo'lak balkim taraqqiy qilmay shu xilda turib qolishi mumkin. Bu jihatda endi. Ama bizni urib yoki bizning nemimizni yo'qitib etadigan yoki tuvanlab ketadigan bu narsa mavjud emas. Chunki bu bir demokratiya davlat, qonun bo'yicha mang'irgan davlat. Buningdan bu sistemlardan biz foydalanib, yana o'zimizning da'volarni yana burunqidek ip mang'alaymiz. Ama bu yerdagi masala yana birisi Trump'ninki degan hokimiyatga chiqib bo'lgandan keyin bir yig'i so'zi bor. Men shu Xitoyga qaratgan deb o'yladim yoki Rossiyga qaratgan bo'lishi mumkin. Bu deydi, biz bundan keyingi tashqi siyosatimizda başka devletlerinin tüzümünü almashtirish, ularninki ishlarga aralashishni hech qachon xohlamaymiz. O o'zining ishi faqat iqtisodiy munosabatda Amerikaning manfaatini qo'g'daymiz dedi. Demak, Amerikaning manfaatiga to'qinish bo'lmasalar, uningga buzg'unchilik qilmasalar, bu davlat o'zining xalqiga qanchalik zulm qilishi o o'zining ishi degandek manda bir signalni berdi. Shuning uchun meningki yakunlab kelsam, Trump'ning siyosiy Uyg'urlarga ijobiy bir cho'ng o'zgarish rol emas, elib kelmaydi. Ama bir salbiy yoki Uyg'ur davosiga to'salg'i bo'lamdi deganda bu mumkin emas. Chunki bu bir demokratiya davlat. Hatta şu Trump'ninki bunu ko'ra oladigan yerimiz, Trump'ning 7 musulmon davlatdan keladigan kishilarga bo'lgan to'salg'isi, buyruqi, hammasi hozir sudda to'silib qoldi, amaldan qoldi. Bu shuning uchun boshqa bir usullar bilan buni ijro qilishga urinyapti. Demak, demokratiyadan foydalanib, şu yerdeki tüzümden foydalanib, biz yana Uyg'ur davosini burunqida qanday mangamasa shundoq iparalaymiz. Endi bu yerda yana bir tasodifiy ahvol bor. Bu ahvol bo'lsa, Janubiy dengiz masalasida endi Xitoy burunqidek unday yo'l qo'ymaydigan, balkim Xi Jinping o'zini nihoyat nochi hisoblab Amerika kuchim yetadi deb ham chot bilan, ham hisob bilan Amerika mushtini ko'targan vaqtida, mushtini ko'tarib peshvo etib qolsa, bu vaqtida Xitoy bilan bir urush bo'ladi. Bu vaqtida cho'qim har qanday bir hukumat shu dushmanini izlaydi. U sharoit endi kelib qolsa, o tasodifiy Allohning bizga bergan bir fursati, yordami. Bunday sharoitda Trump'ninki hukumati balkim Uyg'urlarning davosini bir qadar ustun ko'tarish emas, balkim Uyg'ur davosi tizdan bir chiqish yo'limi chiqib qolishi mumkin. Ama bu xil ehtimol shaxsan mening ko'z qarashimda bak cho'ng emas. Hozir ko'rilmaydi. Hozircha men uni ko'rolmadim. Bo'ldi. 2 kunning oldida ham Trump bir bayonot e'lon qilib, shu Amerikada turayotgan qonunsiz ko'chmanlarni qo'llab chiqarish to'g'risida bir to'xtalgan o'z og'zi bilan. Bundaq ahvolda yana asosliqi Meksikaliklarning ko'pligini qonunsiz turayotganlar ko'pincha Meksikaliklarning borligini deb xabarladi. Ammo bizning Uyg'urlarmi yaqinda ko'plab kelayotgan ahvol bor Amerikaga. Shunda bir ahvollarda Uyg'urlarmi shunday bir ta'didga uchrab yo Amerikadan qo'g'lab chiqarilgan bir masalaga duch kelamiz sizcha. Yana Amerikada qanchalik Uyg'ur bor? Shu Amerikadagi Uyg'urlar to'g'risida qisqa so'zlab. Amerikada Uyg'urning nopsini hozirgacha endi bizda bir aniq ma'lumot yo'q, afsus. Ama ben ko'rgan bir Xitoyningki manbasida 20 ming Uyg'ur bor debdi. Endi Uyg'urni Amerikadagi. Agar 20 ming Uyg'ur bor bo'lsa, balkim xeli yaqin bo'lib qolishi mumkin deyman men. Chunki 2009-yildagi 5-iyul Urumchi qirg'inchiligidan keyin Uyg'urlarning Saudiga bo'lamdi, o'quvchi bolalar bo'lamdi, ko'plab keldi. Bu kelishi nihoyatda zo'r bir turkumda desak bo'ladi. Har haftada 2-dan 3 bolalar keldi.
Çünkü bularning köpüncüsü hem de panalık tilash orqali Amerikada qilib qoladi. Shunga bu zo'r turkumda Uyg'urlar keldi. Şu vaqtlarda 2012-yilgacha Uyg'urlarninki bo'libmi 2009dagi 5-iyul vaqasi Uyg'urlarga Amerikada darvozani aytib cho'ng ochdi. Bu iyul vaqasininki Uyg'urlarga bo'lgan bir cho'ng chet eldagi bo'libmi Amerikadagi Uyg'urlarga bir cho'ng o'zgarish bo'ldi. Chunki bizning jamoatimiz tuyuqsizdan qisqa vaqtning ichida zo'raydi. Eng tez bo'lgan vaqtida shu vaqtida panalık tilgichi bolalarninki materialni sunib bir ayning ichida uning bilan suhbat o'tkazadigan kuni bekitilib, suhbatdan keyin 2 haftada tasdiqlanib mangdi. Nihayet tez bo'ldi. Ba'zi yoshlarimiz hatto degandek shu javoblarga muvofiq javob beramagan holatda ularni o'tkazib, chunki bu yerda zulmning borligini Amerika hukumati o'yindi, hamma jihatdan bo'ldi. Endi 2012dan keyin astilashga başladı. 2013-14dan boshlab 1,5 yil, 2 yilga so'rildigan bo'ldi. Hozir endi mening bilishimcha ba'zi bolalarninki 4 yildan 5 yilga. Shu birinchi ko'rishi, panalikni, materialni sunib bo'lib, ko'rishib, sizdan ahvoling nima deb uqish uchun hozir 3 yildan 4 yilgacha bo'lyapti. Endi bu adamning siyosati chiqqandan keyin bu meningcha astilaydi. Chunki sabab ko'chmanlar idorasi buni boshqardi panalik tilashni. Ko'chmanlar idorasi hozir mushu namda jinoyatchilarni ko'chmanlarni qonunsiz ko'chmanlarning ichidagi jinoyatchilarni qaytarib yetish dedi. Ammo bu hozir sizning savolingiz qaytib kelsak, bu faqat Latin Amerikadagi, Meksikadagi bir necha jinoyatchi emas. Amaliyotda buning ichida hozir Xitoy materiallarida Xitoylarni tutayotgani bor. Ham Uyg'urlarning hozirgacha tutib lagerga olib qo'yganini anglamadik. Ammo Uyg'ur masalasi meningcha shu panolik tilash jarayon buning to'salg'iga uchraydi. Shuningga biz tavsiya qilib, shaxsan men uchirgan yosh bolalar, yangi kelgan salohiyati yo'q bolalarga deganim, advokatning kinishkisini yeningizda saqlang, telefon nomerini har qanday ish bo'lgan vaqtida advokatimni qishqirib deb ching turib olish. Chunki bu demokratiya davlat, advokatsiz so'roq qilinmaydi, qaytarib yetilmaydi. Bulardan foydalanamiz. Endi bu yerdagi Uyg'urlarga ta'sir bo'lamdi deganda bo'ladi. Chunki biz vatanimizdan chiqqanda hammamizning qo'lidagi pasport Xitoy pasporti. Bu yerda o Amerika'nın ko'chma idorasining hammasi Xitoy pasportining ma Uyg'urga bu Xitoyga o'xshamaydi deb uni farqini biladiganini mencha undan jiq emas. Ko'pinchisi shunda Xitoy pasportini ko'rdi va Xitoylarga deydi bo'libmi Xitoylarning aslida chataq bakchiq. Chunki Xitoyning ichida mush paravonlikdan foydalanayotgan boylarning ayollari kelib şu yerda pul va uy setib olgan noch mashina haydaydi, ammo paravonlikdan berib, tomoq yilib, yeyotgan, hatto shuning savdosini qilayotgan Xitoylar bor. Bularni Amerika hukumati bildi. Shuningga Xitoylarning bu xil qilmishlariga qarshi bu ko'chmanlarningki siyosatning ichida bumi bor. Endi bizningki xalqimiz, bizning Uyg'urlarning kelganlarning qo'lidagi Xitoy pasport. Ismlarimizni xitoylashtirib atgan. Bu xil ahvolda Uyg'urlar bu ziyonga uchirmaydi desak, ham xiyol bo'lib qoldi, bu bir xato paraz bo'ldi. Uchraydi. Uning uchun bir tadbir, chora izlash kerak. Tadbir izlash kerak. Cho'qim shu yerdagi tashkilotlar bilan aloqalash kerak. Agar qolmaydigan Uyg'ur, burun bo'lsa ba'zi Uyg'urlar siyosiy tashkilotlarni jiroq turib, o'zini bulon pushqaq tutib, qo'g'dab kelib, uni keyin davomlashtirim deydi. Ammo bu xatarlik. Chunki tutib yilib qolsa, seningdan so'roq savol bo'lib bo'g'icha seni balkim Xitoylarning qatorida qaytarib yetishi mumkin. Shuning uchun bu Uyg'urlarga cho'qim ta'sir ko'rsatdi. Shuningga meningki shaxsan tavsiyalarim Uyg'urlar cho'qim shu Amerikadagi Amerika Uyg'ur birlashmasi, kishilik huquq fondi jamiyati qatorliq tashkilotlarga aloqalashib, o'zininki ahvolini bildirib, favqulodda bir ish bo'lsa bizmi shu zaman uqqandan keyin aralasha oladiganga bunga bir tayyor bo'lish kerak. Shuningga xulosalab aytgan vaqtida Uyg'urlarga bu siyosatining ta'siri bor. Bo'ldi, ko'p rahmat, nihoyatda yaxshi aytib berdingiz. Mening oxirgi savolim hamda bizningki vatanimizga qaytsak,
Vatanimizda hozir burunqidan texmo besimning ig'irlashib ketayotganligini anglayotimiz, ko'ryapmiz rasmlarni, videolarni. Xususan o'sha yaqindan bu yoqqa Xitoy doiralariniki vatanimizda ilib borayotgan siyosatlardan birisi o'sha qo'shma tuqqanchilik deb bir Uyg'ur oilaga bir Xitoy oilani chetib qo'yib, ular bilan badi keldi qilish, o'tirib qo'pash, yeb ichish degandek mana siyosatlarga zo'rlayotganligini ko'ryapmiz xalqimizdan. Ondan sırt yana ba'zi Uyg'urlarni Xitoylar bilan to'y qilishga tashabbus qilib, tashviq qilib, hatto shunga mukofot bergan bo'lib, pul berib degandek mana bir bundacha aytganda Xitoylar bilan Uyg'urlarni to'y qilishga zo'rlayotgandek bir ahvol mavjud. Bu endi Uyg'urlar siz bilasiz, hammamiz musulmon, bizning diniy e'tiqodimizga xilof bir, xususan bu kafirdek bir Xitoydek bir kafir bilan to'y qilish bu islom dinimizga yo'l qo'ymaydigan, ham o'zimizning milliy g'ururimiz yo'l qo'ymaydigan bir masaladir. Shunda avvallar davom qilyotdi. Buning qarta siz qanday qaraysiz? Masalan, Xitoy buni asosli oq ko'rinishda assimilyatsiya qilish, xitoylashtirish siyosatini avvallikni mayli bilamiz. Shunda Xitoy sizcha natija qozona olamaydi? Bunun da aldığı cevabını veriyor talayma, keskinle netice kazanamaydı. Kazanamazdı sebep, bunun da hem de Abdülkadir yapacağım ustazının ki, ben bir kayıtım Türkiye'ye kege vaxtıda bir sözünü anlat, bana çok tasir kılan, şunu işiltey. Abdülkadir Damullam şu vaxtıda ustazımız diyendi, Abdülkadir yapacağım ustaz. Deydi, her kandak bir Uygur'un, hatta biz münafık degen Nur Bekir'dek bir Uygur mu? Ölüp kalgan vaxtıda eğer hükümetten kokmasa namazını düşürüp köm koyuşunu halaydı. Kızını, oğlunu toy kısa nikah alsa çokum bir nikahını okuşunu halaydı. Bu demek nime degende meyli bizim aramızdaki kançılık vatandaki Uygurlar çoşku göçü yaydıgan Uygur mu? Sen kapır dese kapuldu. Kapıldı. Ben Uygur, ben Müslüman deydim. Demek bu Müslümanlık kimlik bizninki kimligimizin, terkibimizninki bir kısmı. Bunun da ben bir neçe makale yazgandım o, ben özümdeki sözlerimi, leksiyadımı deyme. İslam, Müslümanlık, Uygur milletininki bizning vatan davayimizdeki ahırkı korgan. Bu korganga İtikad degen narsa ayrım narsa. Bunu hiç qanday bir hakimiyet, zorluk, zoravanlık bilan buzanmaydigan, kiremaydigan bir narsa. Çünkü bu qalbidagi, mingidagi narsa bu. Masalan, endi madaniyat inqilobini alay. Şu vaqtida bizning mechitlarimizning chiqib baqqan. Hatta bazı Uygurlarımızın çoşku baktır bakkan, mechitlarimizni eğil, maho, yağaçxana, başka bir narsaga o'zgartib baqqan. Namoz o'tamatdiq, Ramzan, ro'za Ramzan eshitdimi yo'qdi. İslam tugudimi? Uyg'ur millati tugudimi? Tugumadi. Biz yana qaytadan o'zimizning kimligini 80-yillarga uyg'unishda qaytadan tikildik. Shuning bilan hozirgacha biz bu kurashni davomlashtiryapmiz. Shuning uchun bu nuqtadan elib etgan vaqtida Xitoyning bu qo'shmaq tuqqan bo'lishi olsun yoki nikohligi olsun, bularning hech qaysi bir muvaffaqiyatlik burunmi bo'lib baxmidi, hozirmi bo'lib baxmidi. Masalan, men Qumul Temir yo'lda o'qigan. Shu yerda bir oilaningki bir qizi bir Xitoy bilan nikohlangandan keyin hech qachon Uyg'urlar uni chatga qaqmidi ota-onasini. Ota-onasi o'zligidan xijilchiligida jamoatdan ayrilib qoldi. Cemaatning faoliyatiga baranmaydi. Bu nima deganda? Bu Uyg'urdagi g'urur, mayli u kommunist olsun, mayli harakatchi olsun, mayli jinoyatchi olsun, uning qalbida Xitoy bilan bir yerim chetilib qolsa, bu tajovuzchi millat bilan bu men haqoratga mana degan vaqtida bir xo'rliqda o'zini his qiladi. Shuning uchun bu yerda bu nikohlik hech qachon muvaffaqiyatlik qazanib baxmagan. Qo'sh tuqqanlik degan bu mana degan vaqtida buningga oddiylashtirib desak, men bir Xitoyning yozgan bir narsasini ko'rdim Xitoy tor betida. Bu deydi, men chag'inimda o'zimning uyimda, o'zimning oilasi bilan chag'an o'tkazishni xohlatdim, lekin hukumatningki mushu buyrug'i bilan men Uyg'ur atalmış tuqqunimni akilib chag'anni birga o'tkazishga majbur bo'ldim. Shuning uchun amalim yo'q, u Uyg'urga telefon qilib, sen chag'anda bir 2 kun bo'ldir kelsan,
Ben seni bir kütüp alsam, onunki bu vazifeli işimiz ada koyarsak desem, o Uygur meningden hoşallık bilen onu kabul kılıp, o geldi, ben bir kurup küttüm, şunu o razı olup kettim, ben razı olup kettim. Nemi degen zulüm bizge dedi. Xitayga mı zulüm bu. Hatta Xitay amaldarlarga da. Hem şunun için bu siyaseti birisi aslamasya qilmoqchi, ikkinchidan Uyg'urni nazorat qilmoqchi deyman buni. Nima uchun degan vaqtda qo'shmoq tuqqan dedi. Men aksi yoki inisi deb turib Uyg'urning uyiga ishini chekmay turib kiralaydigan, hujur uylar kiralaydigan bu zulm. Buni har qanday Uyg'ur tushunib yetdi. Shuningga buningmi hech qanday unum bo'lmaydi. Fakat aksi ta'siri oldu. Bu aksi ta'siri olsa üçmenlikni tigmi kuchaytirdi. Xitoyning ichidagi norozilikni kuchaytirdi. Endi nikahlikqa yana bir masalani endi son bilan deb bersam, bultu Amerikada chiqqan bir tadqiqot dokladda. Buning aniq degini Tibet bilan Uyg'urni selishtirib, bu ikki millatning Xitoy bilan bo'lgan munosabatining kelgisiga bo'lgan analizini debtu Tibetlarninki nikahlışı Xitoy bilan cho'ng shaharlarda 10%ga yetib bo'lgan. Ammo deydi Uyg'urlarninki 1%ga hozirgacha yetmagan. Gerçi bizning vatanimizda Xitoy 50%ga yetay deb qoldi nopsi. Mushu sharoitimi 1%ga hozirgacha yetanmagan. Ammo Tibet'te Xitoy nüfusu 50% emas, 30%ga bormaydi. Ammo nikahlışı 10%. Bu yerda mening Tibetlarni kamsitish u bu yo'q. Bu yerdagi bir farq Tibetlar Xitoy bilan e'tiqodda yaqinchiligi va madaniyatda yaqinchiligi va. Ammo bizningki o'zimizni qo'g'daydigan e'tiqodimizdagi cho'ng farq, madaniyatdagi butunlay farq. Kimligimizdimi? Mesela bizning chiroyimizmi ular bilan o'xshamaymiz. Bu farqlar bizni qo'g'dab keldi, davomli qo'g'daydi. Shuningga bu ishki siyosati ishkilisi aqmaydi. Buningga ishonchim komil. Bo'ldi, ko'p rahmat. Sizga rahmat. Rahmat aytdim. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi ochiq suhbat programmamizda Uyg'ur Amerikan birlashmasi jamiyatining raisi İlşad Hasan efendilerin ilpağa suhbatimizni diqqatingizga sundik. Bugun programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Keyingi programmada ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Rahmat. Rahmat.